Ha. Ke Osman bana. Mına qo'chqor 8100 bo'libdir. Soyasmıca, bag'asmi? 80 ga xudo xolis soyamiz. Ha, 80 ekan, soyat ekan. O'tir ekan. Mayli. Boshqani ko'ramanchi. Avoy. Maylingizlar. O'tirasiz. Qizil torpaq 30 ming so'm bo'libdir. Satılıb bazar nozdan alıb chiqib ketadi. Alıbdır. Qancha oldu bu qo'y? Ha. 61 ming so'm bu qo'y. Qo'chqorning bahası 22 ming so'm bo'ldi. Qancha tishgan bu? 6 tish qo'chqor, 22 ming so'm. Taka qancha so'mdan? 5 ming. Taka 5 ming so'mdan da ota tushirib berasizlar-da. Tushirib berasiz sizda. Gördüm. Aldım. Qo'ydim bahası 6800 bo'libdir. Ha, erkak qo'chqor ekan. Bahası 6800. Qashqa uydum bahası 43 ming so'm bo'libdir. Bozordan olib chiqib ketadi. Qanun bahası 60 ming so'm, salmog'i 338 kg. 60 ming so'mdan tushirib berasiz-da? Yaman tushiraman. Sizdan kammi? Sizden deydi kami. 200 so'm kam 24 ming so'm bo'libdir. Erkek torpaq. Aloy qancha oldi? Aloy 40 ming so'm. 40 ming so'm bo'libdir aloy. 50 ming so'm bo'libdir buqa. Bozordan chiqib ketadi. Tez xabar bu. Qancha oldimda puchmol, sarkavi? 6200 so'm bo'libdir sarka. Qo'chqorning bahası 13,5 ming so'm bo'libdir. Tartib olayıncha. Buna qizil qancha? 21 ming dedingiz? 22,5. 22,5 ming so'm bo'ldi. Ular qanchadan bo'ldi? 429 ming bo'ldi. Shuni qancha so'mdan chiqib qoladi? Askerali bu. Buna qo'ylar 29 ming bo'libdir. Har birini hisoblaganda 7300 so'mdan tushib qoladi ekan. Qo'chqorlar. Atan ega birovni 3 mingga sotib ketdi. Biroq 22 ga so'radi. Taka birovni ekan 3 ming so'mga sot deb ketibdir. Alarmanlar 22 ga so'rayapti, 2200 ga. Bermaydi ekan. Uloqning 3 ming so'm. Uloqning Tashkentskining bolasi. Uloqning bahası 3 ming so'm ekan. Tashkentski echkining bolasi ekan. Ol qanday bo'ladi Tashkentski? Ayirmasi. Ha, süt bag'atida. Süt bag'atida echki. 6900 deysin? 6900 so'mga alınıbdır. 3 yaşar. 10 ming deb atat egasi. 9,5 mingga berib qo'ydim deydi. To'y qarmadim, fakat to'y. 4 tish taka 11 ming so'm qilishdir, berib qo'ydim deydi egasi. O'zi 3 tane baraka. Echkining bahası 12 ming so'm. Tashkentski echki süt bag'atida. O'shunda ya? Süt bag'atida echkilar. Bu yaş qo'zlarning baholari 4 ming so'mdan, 4,5 ming so'mdan beramiz deydi. Püt enesi yo'q qo'zlar. Her biri 3200'den alıngan ekan, meni 4000'den da'vatishdir. Optimga 3200'den alıngan ekan, hech kimga aytmaganlar. Nesi Rossiyaga ketgan qo'zlar. Bunda keramet qo'zlar ham bor deb mana. Bunda bir shumliq qo'z bor ekan. Chirka chachi bor ekan. Po'pishi bor, po'pishi. Urg'ochi. Qarmoq ichganda? Qarmoq ichib. Qarmoq so'yarasan cho'g'ini shitib. Cho'ng'oyo. Qo'zlarning baholari o'rtacha baho bilan aytganda 8 ming so'mdan beradi ekan. Bishkekdan kelgan qo'zlar. Ular baylar qanchadan bo'lyapti? 290 mingdan soy oladi ekan. Bu qo'chqorlarning baholari 11 ming so'mdan chekadan.
Kanda 11 ming so'mdan alaverasinglar deydi. Qo'chqorning jashi 2 tish ekan, bahasi 12 ming so'm deyotadi. Qo'chqorlar 12,5 ming so'mdan deydi. 2 tishi bor ekan, 4 tishi bor ekan, qo'z qo'chqorlar bor ekan. Mana u qo'chqorcha qo'yba. Sonda bilan o'zi. Men o'ylaydi qoladi. Qo'z qo'chqor ekan bu. Ha, qo'zining bahasi 8 ming so'm. Yo'q, tartam. 10 qo'chqor 7,5 ming so'mdan har biri. Mana odan buyog'i 7,5 ming so'mdan. Aka, bunalar qanchadan o'tasiz? 9 mingdan mi? Bu çoğunrakları 9 ming so'mdan deydi. Bu iki qo'chqorni 14.200 ga berib qo'ydim deydi. Qo'z qo'chqorlar. Ayt qolachi? 80 ming so'm bo'libdir qizil buqa. Qizil buqa 92,5 ming so'm bo'libdir salmon gross. Boz 92,5 ming so'm. Dümünden gayrı koydum var. 531. 530. Yani Bu kanun ekosu 55 mingden oldu, birisi 54,5 oldu. 3'e optum bağ oldu. ne oldu? Kaça sattın? Bozun ismini mi? No bu kadar 321 kilo çıktı. Salmağı 321. Bağısı 55 mingden. Bunun için de 33 mingga berbe koydum deydi, ötmeye kalıptır. Pazardan alçıp ketip ötedi. 33 mingga berbe koydum deydi. Bu kanun bası 94,5 ming so'm boluptur, salmağın gross. Salmağı Bu ayağı çıkmadı. çıktı. 500 koyarız zipte. 543. Salmağı 543 kilo çıktı. Ne oldu bahsi? Allah ögüzdün bahsi 75 ming so'm oldu. Buna ne ögüz? No 4 qo'chqor 30.500 so'mga satıldı. 4 30.500 so'm oldu. Qo'z qo'chqorlar. Jengishga chilaylik. Pazar ayaqtadı, püttü. Satqanlar satdı, satalmaganlar satalmay qaldı. Kızıl buqanın bahası 50 ming so'm bo'lgan ekan, salmağın görölçü. 50 ming so'mlik buqanın salmağı. Qancha deysiz? 334 kilo chiqdi. Askana. Mana o'shintib bugungi bozordağı ayaqtadi. Xudo qalasa biz o'shanda 29 dekabr günü, bozor günü.
Oş şaharındagı Uçkun pazarından jolugabız, Xudo kalasa. Oşoga çeyin aman bolуңуздар, tinç bolуңуздар.